kim agar tuzalmayotgan bemorligimga Alloh shifo bersin desa, silay rahim qilsin dedilar. Bir joyda shuni gapirsam, bir ayol 15-16 yashar bolasi bilan yig'lab kelib qolishdi. Ha opa, nima yig'layapsiz desam, shu gapingizga men dalilman, shu gapingizga men dalil. Qaysi gapimga? Betuzalmaydigan bemorchilikka silay rahim shifoligiga. Yaqinda dedi, xo'jayinim bemor bo'lib qolib, biz jin kirib qopti deb jinkashga olib borib, u jinkashga bu jinkashga deb olib yurib, oxiri rangi ozib, to'zib, suvayga terisi yopishib qolib, qo'ni qo'shnilar ko'rib, "Voy, o'ldirib qo'yasan eringni, bir doktorga ham olib bor" deydi. Doktorga olib borsam deydi, doktor onkologическийga dedi, onkologическийga olib borsam, qon tahlil, u tahlil, bu tahlil, tomografiya dedi, tomografiyani ko'rib, butun tanani o'simta rak egallab bo'pti. Tezobiga uchrab qolsalar. Necha ertaroq olib kelsalar iloji bor edi, endi iloji yo'q. Hozir nur bersak ham, ximiya bersak ham, dori darmon bersak ham foydasi yo'q. Erim eshitdi-yu deydi, gursatib yiqildi deydi. Og'zidan oq ko'pik keldi deydi. To'g'ri reanimatsiya olib kirib 2 oy qarashdi deydi. Doktor 2-chi oyga o'tganda yuringni olib kirib ko'rsatib, ahvolini ko'ryapsizmi? 1% ham oldiga yurgan yo'q. Orqaga yursa yuryaptiki, oldiga yurgan yo'q. Nur berdik, ximiya berdik, dori darmon berdik. Qo'limizdan kelgani shu. Endi olib ketaveringlar. Betda o'lib qolsa qog'ozbozlik bo'lib qiynalasizlar. Uyga olib borib, nima yegisi kelsa yegizinglar, nima ichkisi kelsa ichkizinglar, qayerga borgisi kelsa olib boringlar, faqat quyosh yo'q paytda. Chunki nur olgan. Xo'p, dodalodod qilsa ham olib kelmanglar. Necha sabr qilinglar, o'tib ketadi. Og'riq qattiq bo'ladi deb uyga ruxsat berdi. Uyga kelib deydi, kechasi bilan yig'lab chiqibman. Shunday odam o'lib ketaveradimi? Bir kosa ovqatga qonni to'ysa ham kechasi-yu kunduzi dardi, g'ami, alami, tashvishi, bolam, ro'zg'or deb endi bolalar katta bo'lib, qo'li oshga yetib, og'zi oshga yetganda o'lib qolaveradimi bir to'y ko'rmasdan? Shunaqa imoratlarni qurib deb rosa yig'lab, tong otishga yaqin ko'nglimga keldi-yu, bitta akasi bo'lsa, shu akasi bilan ham yer va mulk meros talashib, bir-biri bilan urushib, janjallashib, to'palang qilishib, bir-biridan voz kechib, sudlashlikka yetib borgan edi. Begona yagon bo'lib ketishgan edi. Ertaga o'lib qoladigan bo'lsa, qaynatamni oldiga boradigan bo'lsa, xo'jayinimning ruhi qanday holatda turar ekan deb tong otdi-yu deydi, o'g'limni uyg'otib bozorga borib 2 ta ko'ylak oldim deydi. Bittasi qaynog'amga sig'adigan, bittasi xo'jayinimga sig'adigan deydi. O'g'limga berib borib boydadanga olib borib ber, telefon qilib ber, meni gapim bor. Xo'p deb borib boydadasiga ko'ylaklarni berib telefon qilib berdi. Salom alaydan keyin rosa dodib yig'labman deydi. Kelin yig'lamen, nima yig'layapsan? Bo'lgan voqea holatda aytib, jon aka, men u ukangiz qilmabdi, men bolalarim bilan qilibman, bizni kechiring deb turib oldim deydi. Xo'p dedilar, bo'lmasam bitta ko'ylakni o'zingiz kiysiz-u, bitta ko'ylakni ukangizga olib kelib kiygizib qo'ysiz, ertaga o'lib qoladigan bo'lsa, oxiri nima bo'ladi desa, akasi olib bergan ko'ylak bo'ladi. Jitcha bo'lsa ham ko'ynida baribir nimasi bor. Akam deb bitta ko'ylak kiygizib qo'ydi deb, jitcha bo'lsa ham ko'yni ko'tariladi deb aytsam xo'p bo'ladi dedilar. Bir mahal bitta ko'ylakni kiyib, bitta ko'ylakni salafanga solib, 4 ta non ko'tarib, bitta shirinlik ko'tarib keldilar. Qayerda yotibdilar? Va o'sha ota-onamiz jon taslim qilgan eski imoratda hovlida yotibdilar. Eski uyda yotibdilar. Yangi uyga joy qilib bersak, bu uylar yutib oryapti, bu uylarda nafasim qisyapti deb eski uyga joy qilganlar. Deraza, eshiklarga qora parda tutib qo'yganmiz, kiravering. Xo'p dedilarda, kirib eshikni ochib, dodalodod qilib, shunaqa ham o'kirib yig'layaptilarki, jicha to'lib qolgan ekan qalbi, jicha yozilib olsin deb bir fursat o'tkazib kirsam deydi. Xo'jayinimning boshini shu ko'kragiga qo'yib olib yig'layaptiki, jon uka, meni kechiring. Shunchalik ham bo'lguncha men bilmaymanmi? Ukamni deysiz-ku deb rosa yig'layaptilar. Bag'da xo'jayinim, bag'da akasi, men bag'da rosa yig'i-sig'i bo'lib bir holatga yetganda aka deydi, yig'ini o'zini to'xtatdi. Esingizda bo'lsa,
onamiz Hasan Husanni yaxshi ko'raman deb bir xil qilib kiyintirardilar. Lekin Hasan Husan bermadi-yu, 1 yosh farqi bilan Xudo o'g'il berdi deb bir xil qilib kiyintirardilar. Agar bozorga o'zlari bora olmasalar, katta bo'lib qolganimizda menga pul berardilar. Bir xil rang qilib ust-bosh olardik. Bugun bozorga bordim, shu ko'ylak chiroyli ko'rinib ketdi, sizga ham oldim. Siz ham kiyin deb bersam, men ko'ylak kiyadigan ahvolda emasman deb irg'itib Irg'itvorsa bu irg'itilaydigan ko'ylak emas, bu ko'ylakni kiysangiz onamizning ruhlari shod bo'ladi. Bu ko'ylakni kiysangiz onamizning qabrlari nurga to'ladi. Mendan keyin ham o'g'illarim bir xil qilib kiyinyapti ekan deb ko'ngillari ko'tariladi deb eski ko'ylakni yechib, yangi ko'ylakni kiygizib, uka esingizda bo'lsa, hayit yo bayramga o'ynagani chiqsak, qizil suv ichardik, ko'k suv ichardik, marojna yerdik, pirashka yerdik, kacheli uchib mashina minib, paqirchaga chiqib, pulimiz jicha qolsa bitta shirinlik olardikda, uyga cho'r yeb kelar edik. Siz aytardingiz, aka, katta tishlab qo'ymen, uyga cho'r yeb borib olaylik derdingiz. Go'gida men aytardim, uka, katta tishlab qo'ymen, uyga cho'r yeb borib olaylik derdim. Shuni eslab bir shirinlik olib keldim. Keling billaymiz deb bitta o'zi tishladi, ukasiga bitta o'zi tishlab, bitta ukasiga tishlatib, oxirisini ukasiga yegizib bir yig'ladi, doddi-da, men yana kelaman deb chiqib ketdi dedi. Xo'jayinim bo'lsa kechasi bilan yig'lab chiqdi edi. Ayasi, akamni ko'rdingizmi? Akada otani mehri bor deganlari shu ekanda. Shuncha bemor bo'lib yotgan bo'lsam, biror bir odam meni boshimni ushlagan yo'q edi. Akamni ko'rdingizmi? Otalik mehrini qarang. Boshimni ushab bag'riga bosib shunaqa ham yig'ladiki, ko'zidan oqqan yoshi yuzimga tushdi-da. Akamni hamma qilgan yaxshiliklari esimga tushdi. Bizni yoshligimizda otamiz vafot etib qolganligi uchun onam qiynalmasin, ukalarim non deb yig'lamasin deb Navoiyga shogird tushib, kechasi bilan uxlamasdan uyga 4 ta non ko'tarib kelardi. Singillar katta bo'lganda shu onam qiynalmasin deb Rossiyaga ishga borib, ishlab singillarni chiqarib o'zi uylangan edi. Men uylanganimda ham necha pul qarz bo'lib qolib, yangi kuyov ukam qarz uzmasin deb Rossiyaga bola chaqasini tashab ishlab qarz uzuvdi-yu, shunchalik akamning yaxshiligini bilmagan men non ko'rakanman, tuzini yeb tuzlig'iga tupurgan ekanman. Uy talashib, meros talashib, g'urur talashib, mana men shunchalik akamning yaxshiligini bilmagan ekanman. Ko'rdingizmi akamni deb tong otgunga cho'r yig'lab, ayasi, kecha akam kelganda qandaydir ichim yorishdi-da, qandaydir kasallik pasanda bo'lganga o'xshadi, yengillaganga o'xshadim. O'g'lingizni chaqiring, shu akamni oldiga borib bir gaplashib nonushta qilib kelamiz, quyosh chiqquncha deb o'g'ilni uyg'otib, billa borib nonushta qilib, dardlashib, gaplashib, alamlar hamma yo'qlarni gapirib nonushtani qilib qaytib keldik. Ertasiga akalari shu darajada bo'ldiki, bir-birlarini ovozini eshitmasa turolmaydigan bo'lib qolishdi. Hatto telefonda bo'lsa ham, aka yaxshimisiz, uka yaxshimisiz, uka aka qaytasiz, hafaytda hech bo'lmasa bir yuzingizni ko'ray, sog'inib ketdim deydigan gapga cho'r borildi deydi. O'rtadagi g'illi-g'ashliklar ko'tarildi, 2 oy o'tdi-yu deydi. Kipirik, qosh, tuk, choch o'sishdi, necha semirishni boshladi deydi. Umid qilib doktorga olib borsam deydi, qon tahlil, u tahlil, tomografiya dedi. Tomografiyani qildirib, nima qildilar endi debdi. Ha, nima qilib desa, kasallik qurib tuzalibdi. Endi jicha semirib olsa bo'ldi, uzoq umr ko'radi deb nima qildi. Ana shifo qaytdi ekan.